texnika to'garagi a'zosiman. Men yoshligimdan robot texnika sohalariga qiziqib kelmoqdaman va yoshligimdan uyda kichik robotlar, kichik mashinalar, mayda-mayda motorchalardan yasab kelganman va 2020-2021 yillarda karantin payti davrida uyda bo'sh vaqtim juda ham ko'p bo'lganligi sababli juda ham qiziqib kelmoqdaman va yangi loyihalar qildim va keyin 2021 yilda Urganch tuman Barkamol maktabiga keldim. Bu yerda juda ham ko'plab tanlovlar bo'lar ekan va juda ham ko'p yoshlar yangi loyihalar qilib tanlovlarda g'olib bo'ladi ekan va shu yerga keldim. Ustozlarimdan ko'p narsalarni o'rganib, yangi loyihalar qildim va 21 yilda kelishimdayoq birinchi tuman bosqichida yosh ixtirochi tanlovida qatnashdim. Tuman bosqichining o'zidayoq faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va viloyat bosqichiga yanada ko'proq tayyorlandim va viloyat bosqichida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim va respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim va respublika bosqichiga juda ham katta tayyorgarlik ko'rdim. Yangi loyihalar ustida ishladim va respublika bosqichida 2021 yilda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu mening katta yutuqlarimdan biri sababi Barkamol avlodga kelishimning birinchi yilidayoq respublikada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bu hayotimdagi eng zo'r davr deb hisoblayman, birinchi yilning o'zidayoq. Bundan tashqari ham juda ham ko'p tanlovlarda qatnashib kelmoqdaman. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'tkazilgan Robotex Urganch 2024 tanlovida Sumo robot yo'nalishida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va xuddi shu tanlovning ikkinchi mavsumi ham 2024-yilda bo'lib o'tdi. Ikkinchi mavsumida ixtirolar yo'nalishida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Avval birinchi o'rinni va keyin boshqa yo'nalishda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Hozirda ko'plab loyihalar ustida ishlamoqdaman. Men shu 4 yil mobaynida Urganch tuman Barkamol bolalar maktabida juda ham ko'plab loyihalarni qildim va juda ham katta loyihalarni qilgandan keyin o'zimda katta o'sish bo'ldi va ko'plab tanlovlarda qatnashdim. Hozirda ham juda katta innovatsion loyihalar ustida ishlamoqdaman. Shu natijaga erishishimda sababchi bo'lgan barcha ustozlarimga, ota-onamga va Barkamol rahbariyatiga kattakon rahmat aytaman.